Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men o'sha sizlar bilgan Odilxon Play va bugun sizlar bilan birgalikda bitta video obzor qilamiz. Do'stlar, videoda ko'p yo'talyapman, lekin sizlar uchun video olyapman. Davay, qaysi videoni ko'ramiz? Kommentariyada yozinglar, kutaman. Qaysi videoni ko'rsak ekan? 1 soat qidiraman endi. 1 soat qidiraman. Nimani qilsak ekan? No, bilmayapman akalar, kommentar yozinglar deyapman shuning uchun. Mayli akalar. Mana shu videosini ko'raylik. Bo'ladi degan bilatanamiz. Tortib olaylik biz. Akalar mana tortib oldik. Hozir korоче, akalar bitta ish qilib ko'rmoqchiman. O'xshasa bo'lmasa qo'shni yediradi, uyni ichiga kirib ketamiz akalar. Qaraychikan. O'ynaydi qo'shni ham akalar. Aniq akalar shu salom do'stlar. Qanday kanalga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun sizlar bilan rahmat aka. degan o'yin o'ynaymiz. Ya'ni do'stlar, buni tarjimasi salom qo'shni degani. Va akalar bugungi video jami juda ham qiziqarli bo'ladi. Shu sababdan do'stlar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasam do'stlar biz ham ko'p gapirmasdan akalar sekinligina o'yinchamizni boshlayveramiz. Xo'p akalar, bu o'yinda nima bo'ladi degan bilatanamiz uchun akalar, men ham birinchi marta o'ynashim. Bu o'yinni umuman yaxshi bilmayman, keyin akalar oldin hech ham o'ynab ko'rmaganman. Do'stlar, aldayapti. Video davomida hali bu yaxshigina narsalarni biladi. Do'stlar, hali birinchi marta o'ynayapman deb aldayapti bu. Yoki rostdan ham birinchi marta o'ynayapti yoki oldindan biladi. Mayli, videoni davom ettiramiz. Xo'p akalar, bitta ko'p tok turibdi. Ko'p tok emas akalar, ko'proq bu tarvuzga o'xshaydi, seriyozli. Bitta bola kelyapti akalar. Menimcha yosh bola bo'lsa kerak, salgina akalar qiltirroq ekan. Mayli akalar, meni hayotdagi ko'rinishimga o'xshamasa ham sal-pal o'xsharkan u akalar Basharani. Mayli akalar, Basharasi haqida gapirmaymiz. Xo'p akalar, demak bu bizning personajimiz ekan. Hozirdan akalar o'zimni personajimni ustidan kulsam, u sakrar ekan. Mana bu yerda akalar qandaydir rasm bor ekan, yo'qolgan deb. Lekin yo'qolgan deb qo'ygan akalar rasmi qop-qora bo'lib qo'yibdi. Rasmini qo'ygani yo'q. Mayli akalar. Demak, o'sha ko'p tog'imiz akalar o'sha tomonga to'malib ketdi. Borib akalar ko'p tog'imizni hozir olamiz. Bo'ldi akalar, bilaychigani o'zi kelib olar ekan. Ko'p tog'imiz ham akalar qo'shnimiz uyining oldiga kelib to'xtadi. Xo'p akalar, demak ko'p tog'ni uyga suramiz desam kimdir qichqirdi. Menimcha akalar qandaydir otim o'ziga yomon bo'lib kelarkan, balki qo'shnimizdan ham battar. Xo'p, qandaydir qichqiryapti akalar. Nimadir? Tog'a bitta qizni ushlab akalar uyiga kirgizib, qaramanglar akalar, qaramanglar. Akalar tashqariga qarayapti, kimdir poylamayaptimikan deb nimadir qilyapti. Bu birinchi ham akalar tekin tomoshadan qurib qolmaydi deb endi poylagani boryaptimi deyman akalar juda. Mayli akalar, poylagani boraversin. Menga ham juda qiziq. Eng qiziq joyda akalar qayergadir qamab qo'ydimi deyman akalar, bizni juda qo'shnimiz qulfladi akalar. Qip-qizil qulf, qiziq joydan qolib ketdik-da. Mayli akalar, ko'rib qoldi. Qoch birochka, qoch, yurmayapti akalar, nimagadir. Akalar ustimizga sakrab tushdi, ushadi. Bizni ham qamab qo'ydimi deyman akalar, juda qip-qizil kalt qo'ygan akalar. O'sha kaltni qayerga qo'ydi endi? Menimcha akalar, biz mana shu kaltni topishimiz kerak. Uni ham qizil derazali xonaga qo'yib yuboribdi akalar. Mayli, qo'shnimning uyini ko'ryapsizlarmi? Akalar bizni urganmi deymanda, juda urib uyimiz oldiga akalar olib kelib qo'ygan. Mayli. Xo'p akalar, mana bu yerdan axlat qutisini olamiz, qani bir o'chishga ol, kattarog'ini olamiz akalar. Maydasi bizga to'g'ri kelmaydi. Qo'shnimiz menimcha uxlayotgan bo'lsa kerak akalar. Ko'pincha akalar shu qo'shnimiz uxlab yotgan bo'lar. Biz esa akalar mana bu yerdan sakrab tomni ustiga chiqishimiz kerak, qani bir achika. Yaxshi akalar, mana endi chiqdim degan joyimda mana bir achika ham tushib ketdi. Mayli, hech qisqa akalar, yana chiqib olamiz degan umiddaman. Qani bir achika, tez chiq. Axir akalar, biz boyna xotinni qutqarishimiz kerak. Bo'lmasam tog'a do'stlar yana qo'llab qo'yishi mumkin. Ehtiyot bo'lamiz akalar. O'sha tomni ustiga sakrashimiz kerak. Tushib ketsa mana bir achika oyoq-oyog'i sinib, yo basharasi bilan yerga tushib, qish bashara bo'lib qolsa akalar, keyin qizlar qaramay qo'yishi mumkin. Yaxshi akalar, uytib oldik. Endi akalar o'sha tomonga sakrab o'tamiz, o'ynasini sindiramiz. Tog'a shunday bo'lgan bir akalar o'zini uyini ikkinchi etajga chiqolmaydi. Orasini olamiz akalar. Xo'p, demak, birazdan akalar hozircha mana shu yerga qo'yib turamiz akalar. O'zimiz buni teshidan sakrab o'tamiz. Yaxshi akalar, bittada o'tib ketdik. Bu akalar bu yerda sariq kalt bor ekan. Akalar, bu sariq kalt yordamida mana shu yerda eshik ochamiz. Nimaga bu yerda eshik ochasizlar desalang, короче, mana teshidan akalar sakrab chiqib bo'lmaskan. Xo'p, akalar, menimcha nimagadir ochilmayapti, uni kalti bosish kerak ekan. Endi bizga akalar bu sariq kalt vobshida kerak emas. Mana bu yerda akalar mashinaning kaltini qo'ygan ekan. Yaxshi, teshidan qaytib sakrab chiqib bo'lmaydi, afsuski sakramaydi akalar. Shuning uchun akalar eshikdan chiqamiz. Ochib berishga yana akalar qaytib eshik yopilib qoldi-ku.
qani birinchi eshikni och. Yaxshi akalar mana va nihoyat chiqib oldik. Qani birinchiga tezdan chiqib ketamiz. Yaxshi akalar endi mashina jonda ochib olsak bo'ldi. Qo'shnim ko'rdimi deymanda. Aynan akalar sakrab turib kelyapti borki, o'lguncha odamlar ham akalar balandga sakrayotgan borki, tez yo'qoling qo'shnijon. Menga qaradi bo'ldi akalar. Ketdi. Mashinasini ham akalar o'zini anosini urib olgan mashinasi bilan borki, devor deydimi o'shandaqa narsada akalar to'sig'ini akalar o'zi kelib urgan borki, befarosat ichib haydaganda akalar mashinani. Yaxshi akalar. Endi magnit topib oldik. Bu kaltam akalar bizga kerak emas. Tog'ani o'ziga siylov. Endi akalar biz hozirgi qilib turgan ishimiz Короче, akalar mana shu uyni orqasiga o'tib, ana qilishimiz kerak. Ana u borga akalar, ana shuni quramiz. Короче, uyni ichidagi narsani akalar mana shu magnit yordamida tortib olishimiz kerak. Biz akalar sosetimiz ham ketib bo'ldi. Soset nima deysang akalar ruschasiga qo'shni degani. Hop, mana shu yer ochiq turibdi akalar. Mana shu yerdan sakraymizdagan crowbar bor deb akalar vabshida kerak emas. Endi tashlasak endi qo'shni keladi akalar. Kelmay tursin akalar tez-tez. Ana uni tortib olaylik biz. Akalar mana tortib oldik. Hozircha qo'shnimiz ham ko'rinmayapti akalar. Yaxshi, ko'rinmay tursa akalar, birlikda ishlarda akalar juda ham tezlik bilan qolishimiz kerak. Hozircha akalar qo'shnimiz yo'q. Yaxshi uxlashga kirganman deymanda. Aynan akalar biz hozir uyga ichiga kirishimiz kerak-da. Umuman o'yinda xavfli narsani juda ko'rdi akalar, ko'rdi. Aniq bilaman qayerdandir ko'rdi. Lekin qayerdan ko'rganini akalar men ko'rganim yo'q. Lekin akalar ko'rganini bilaman. Yaxshi akalar quturib qoldik. Tutib olmadi, tutib olsa nima bo'lishini ham bilmayman. Bir marta akalar tutib ko'rish kerak. Qiziq akalar nima bo'lishi. Qo'shnimiz Keruchi qo'shnimiz qani akalar? Balki ko'rinmayapti. Uyning ichida yuribdimi deyman-da akalar. Qo'shni ham aynan men ham uyga ichiga kirishim kerak-da. Tavakkal ko'ramiz men akalar. Qo'shnimiz mana bu yoqda yurgan ekan Morko-Gugrovkadan. Hech balobatlarni akalar ko'rib bo'lmaydi. Hop akalar qayerga o'tib ketdi? Boshqaning o'tib ketsin akalar. Nima bo'lsa o'sha tomonga o'tib ketsin. Keyin akalar biz uyga ichiga kirib, yana o'qib olishimiz mumkin-da. Ya uxlayotgan ekan akalar ko'rib qoldi. Yana borku mas chiqib keladi akalar. Yo'q akalar. Ko'chaga chiqmadi, bizni ko'rmagan ekan akalar. Uyga ichida yugurib yuribdi borku bu qo'shni. Cho'ta meni qidiryaptimi deyman-da. Mayli akalar. Yana ko'rib qoldi borku o'zini derazasini akalar o'zi sindirib chiqdi. Qo'yil akalar. Mana yerga suv to'kib ketibdi. Mayli, mas kirib ketsin shu uyga ichiga kirib akalar. Bir balobat tirqib bitta qulf hozir akalar biz ochib olishimiz kerak. Bu yerdan esa Keruchi nima edi akalar esimdan chiqmaydi akalar u yoqdan kulib chiqadi. Tez kirib ketding endi. Orqadan derazadan kirib boray desam, uxlashga kelgan bo'lsa akalar. Yomon qo'shnimiz beradi. Eshik turib akalar bu qo'shni derazadan ham akalar endi kirib ketaverarkanda. Ehtiyot bo'lib ko'ramiz akalar. Ko'rdi akalar, ko'rdi. Qo'chamiz akalar qo'shni jonimiz kelyapti. Ana akalar pomidor otyapti akalar bizga. Xuddi shu pomidor otsa akalar nima deb bo'laydi ekandek. Xo'p akalar, bizni ogohlantirgandek qilib endi akalar o'zicha kirib ketyapti akalar uyga qaytib. Orqadan o'tib kelay desam, akalar borib qolsa bizni ushlaydi akalar. Nima qilishini akalar Xudo biladi. Xo'p, mana shu tomonga ketyaptimi deyman-da. Aynan akalar biz borishimiz kerak bo'lgan tomonga kirsam ham akalar ko'rib qolyapti-da borku. Uyga ichiga kira olmay yotibman. Ulgurmaymiz akalar, uyda atrofda aylanib kirib ketsam ham izimdan keladi akalar bu qo'shni borku. Yaxshi, oshxona tomonga o'tib ketyapti. Ketdik akalar, tavakkal qilib ko'ramiz. Nima bo'lsa ham qo'shni jonim kelib qolmasin akalar. Mana shu yerdan kiramiz, qani birinchiga kirib. Yaxshi akalar. Va nihoyatda ham kirib oldik, qani birinchiga. Och, tez och birinchiga ochildi akalar. Eshik ochilmayapti akalar. Endi nimagadir eshik ochilmayapti. Qarang akalar, buni seriozmi akalar, buni eshik ochilmayapti. Men ochishni bosyapman. Yaqinroq turish kerakmi? Har bo'lmayapti akalar, men eshigim ochilmayapti. Ochil birinchiga ham mana shu eshik ochilishi kerak akalar. Qo'shni kelyaptimi deyman akalar, chunda borku narsa ham tushib ketdi. Endi ovozini eshitib, bo'ynaydan qo'shni ham akalar. Aniq akalar shu yerda ekan, qo'shni sakra. Baribir akalar foydasi yo'q. Ushlab oldi. Yaxshi akalar ko'chaga olib chiqib tasharkan, lekin hech balobatlarimiz yo'q. O'sha tomonga borib olishimiz kerak. Qo'shni ham akalar uyda ichida yuribdi-da. Birovni uyiga akalar egasi bo'lgan paytda, kamga akalar egasi yomon odam bo'lgan paytda qanday kirsa bo'ladi borku. Akalar yana tavakkal ko'rgim kelmayapti-ku, mayli akalar. Nima bo'lsa ham qo'shni jonim ushlamasin. Ol birinchi ham uni qara. Yaxshi akalar oldik. Qo'shni jonimiz akalar bizni ko'rmadi yana akalar qaytib derazadan chiqib ketamiz. Yaxshi akalar. Hozircha hammasi juda ham chutga ketyapti. Endi akalar mana bu yerda boltini uraymiz. Qani endi akalar buni yerdan tomni ustiga chiqib olamiz akalar. Yaxshi. Endi akalar bizni qilaydigan ishimiz bo'yna qizil kalit izlaringda bo'lsa, mana shu pastimizda xonaga qayergadir akalar qo'yib ketdi. O'shani borib akalar biz hozir olishimiz kerak. Ehtiyotgina bo'lib tushamiz, o'lib qolma birinchiga. Endi uni qizil kalitni olamiz akalar. Qo'shni kelyapti orqadan. Endi akalar buni kulishni otib, endi akalar derazadan sindiramiz. Orqadan ham qo'shni ham kelyapti. Qani biratishka. Sakra. Davay akalar. Ko'rdimi deyman akalar. Ko'rganday ovoz chiqib ketdi degan ham bilmam akalar. Ko'rmagan bo'lishi ham mumkin. Odam akalar o'yinda o'ynab hayajonlanib qolyapti. Akalar qo'shnimiz yugurib uyga ichida borku. Tashqariga chiqsa bo'lmasmikan? O'sha yoqdagi akalar xotinni qutqarsam bo'ldi deydi-da. Men ham akalar uyimga ketardim. Men ham akalar yaxshi bachchaga o'xshab qahramonlik ko'rsatmasdan politsiyaga telefon qilsam ham bo'lardi-yu. Yana akalar derazasini sindirib chiqdi. Boya ham akalar shu derazani sindirib chiqmovdi. Mana bu qo'shni tog'a borku ta'minlab qo'yganman deyman-da. Xo'p, Karochi akalar bitta ish qilib ko'rmoqchiman. O'xshasa bo'lmasam
qo'shni yediradi, uyni ichiga kirib ketamiz akalar. Ichga och. Eshikni och, ichga. Eshikni tez och. Orqadan qo'shni keldi. Yaxshi akalar. Короче, do'stlar, bugungi video chamiz akalar shu yerda tugataman. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like va do'stlar obuna bo'lsangizlar, nasib bo'lsa do'stlar mana shu o'yinni ham davomini o'ynab chiqarishga harakat qilaman. Do'stlar, mana videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali sizlar bundan chotkidan chotki videolar kutyapti. Mayli do'stlar, bo'pti. Sog' omon bo'linglar.